Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi deputatlari ishtirokida Ohangaron davlat o'rmon xo'jaligida davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida 35 yilga 35 ko'chat aksiyasi tashkil etilib, deputatlar tomonidan qariyb 600 ga yaqin manzarali daraxtlar ekildi. Butun O'zbekistonimiz bo'ylab Yashil makon umummilliy loyihasi jadal ketyapti. Albatta bu butun xalqimiz uchun, jamiyatimiz uchun juda muhim, kerakli loyiha. Har yili 200 milliondan daraxt ekilgan taqdirda 5 yilda 1 milliard daraxt. 1 milliard daraxt bu 38 million aholimizga, 5 yildagi chaqaloqimizgacha ham demak 20-25 dan daraxt to'g'ri kelishi degani. Mana hozir ayni paytda Toshkent viloyatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir guruh deputatlari bilan ishtirok etyapmiz. Toshkent viloyatida ham mana bugun juda ham avjida, yo'l-yo'lakay ko'rlaringiz, aholi yuqori kayfiyatda daraxt ekyapti. Bu qadriyatga aylandi bu daraxt ekish. Qariyb 108 gektar maydonda ekilayotgan jarayonni ko'ryapmiz. Hududga mos daraxt tanlangan, qoidasini keltirib ekilyapti. Tasavvur qiling, hozir mana shu bir tup ekilgan qirim qarag'ayi 10 yildan keyin o'zini ildiziga yoqqan qor, yomg'ir suvlarini o'zini ildizi orqali toshni orasiga ketkazadi. Ya'ni bitta daraxt, bitta ekilgan archa daraxti yoki shu qarag'ay daraxti 8-10 tonna suvni ildizi orqali toshni orasiga yuboradi va bu pastdan buloq bo'lib chiqadi. Tasavvur qiling, 1 gektarga mana hozir hududda ko'rib turgan maydonda ekilgan daraxtlarimizni har bittasi 8-10 tonnadan qor, yomg'ir suvlarini toshni orasiga yig'sa, demak bu pastdan chiqadigan buloq suvlari bu qishloq xo'jaligida foydalanish mumkin, ichimlik suvi sifatida foydalanish mumkin. Albatta bu daraxtning keyingi foydalari. Shuning uchun yashil makon bu vijdon amri. Demak, mutaxassislar ishtirokida ekilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pchilik aholimiz birdamlikda, birgalikda yurtimizni yashillikka burkash yo'lida albatta kamarbasta bo'lishimiz kerak.